Номер один машина, брат, это синий Chevrolet Cobalt на автомате. Не только в Казахстане, в мире, брат. Номер один. Бразилияda ham, O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham. Скоро на Соколе кузовные гонки на Кобальта. Отвечаю. Приезжайте, посоревнуемся. Lekin Cobaltchilar bu videoga like bosmasa bo'lmaydi lekin. O'rtoqlar, ko'rdinglar, mana Qozog'istonning avtobloger. Men ko'rganman, bu bola Cobaltni to'g'risi legenda qolgan desam ham adashmayman. Sababi Qozog'istonda o'z shunaqa deyishadi. Cobalt номер один. Снимали Aventador, Ага. и нужна была машина, которая быстрее Авентадора едет. Мы съемку вели с Кобальта, брат. Да. Да, честно говорю. Ya buni bor aka bu Gap yo'q. videoni jentrachilik jo'natib qo'yish kerak. Ana endi aka. Yo'q, brат, спасибо, Mardoshi. Bu gapni sizlarga garajda Rolls-Royce, Maybach, yana bir nechta mashinalar bor odam aytyapti. Esicha Cobalt legenda. Voy!